Olim xavfi chayqatilgan chaqaloq sindromi. Chayqalgan chaqaloq sindromi chaqaloqning boshini chayqash natijasida rivojlanadigan chaqaloqning tanasida buzilishlar kompleksi. Bosh juda og'ir va hayotining dastlabki oylarida mushaklar uni ushlab turish uchun juda zaif bo'ladi. Shuning uchun hech qachon bolani chayqatib bo'lmaydi, chunki uning boshi bir tomondan ikkinchi tomonga tebranib ketadi va bu miya ichiga qon quyilishiga hamda umumiy miya jarohatlariga olib kelishi mumkin. Chayqatilgan chaqaloq sindromining eng keng tarqalgan sabablaridan biri bu ota-onalarning charchab, holdan toyishi bilan bog'liq. Bolaning yig'lashidan charchagan kattalar uni tinchlantirish uchun chaqaloqni kuchli silkitganda bu shikastlanishga olib kelishi mumkin. Lekin chayqatilgan chaqaloq sindromi har doim ham qo'pol muomala natijasida yuzaga kelmaydi. Bu hatto bolalar bilan o'ynash paytida ham sodir bo'lishi mumkin. Masalan, kattalar bolani balandga otib, uni juda keskin chayqatishsa yoki transportda baxtsiz hodisalar, masalan, mashinaga orqadan urilish natijasida ham yuzaga keladi. Bola go'yo boshini oldinga egib harakat qiladi va shu sababli ham uning boshi qattiq chayqaladi. Shuning uchun chaqaloqni muloyimlik bilan silkitish juda muhim, shunda boshi chayqalganda sakrab chiqmaydi. Hech qachon bolani chayqatmang, otmang va albatta tushirib yubormang. Agar yuqorida sanab o'tilganlardan biri sodir bo'lsa, darhol bolani shifokorga ko'rsating.